suyaklari paxta bo'lib ketgan. Vatные кости. Nimani hisob qilgan? Adenoma parashitovidной железы. Organizmdan suyadan kalsiy yuvilib ketaveradi. Shuning uchun suyaklari paxta bo'lib ketgan. Mana kecha palatada yotib, qo'lini sindirib qo'ydi, yiqilmasdan. Вставай, operatsiya qo'liga operatsiya qilib, qo'lini ham sindirib qo'ygan. Oyoqlari singan, chunki suyaklari yumshab ketgan. Sabab shu adenoma. Так, вот мы выделили узел паращитовидной железы с аденома паращитовидной железы. Вот в пределах здоровых тканей вместе с частью щитовидной железы уходим. Вот bu yoqdan пищеводlardan, trakeyalardan ajratib oldik. Mana trakeya оголенный. Endi buni kesib olib tashlaymiz, keyin o'rnini tashlaymiz. Parashitovidной железini topib hozir olib tashladik. Bu повторный operatsiya Qozog'istonda ko'rilgan, topish olmagan uni. Вот, hozir olib tashladik. Mana endi bu yog'iga organizmda kalsiy qoladi, parat gormon normaga keladi, suyaklari qochishni boshlaydi. Hisoblaylar, operatsiyamiz tugadi.